Dubai House'dan ishlaydigan biznesmen muslima yuzlilarimiz uchun navbatdagi luklarimiz. Budjetniy narxda maza qilib kiyasiz. Duvoyka hisoblanadi. Yuqori qismini qarang, qanaqa kostyumchiga chiroyli. Buni boshqa duvoykalarni tepasidan ham pidjak sifatida kiyinchalik foydalansangiz ham bo'ladi. Ichidagi bazaviy ko'ylagini yengi yo'q, matosi shtaypel bo'ladi. Sumkachamni qarang, moslab shunaqa taqib oldim. Oyoq kiyimim ro'molim bilan birga. Ro'mol o'rash yodingizdan chiqmasin. Keling, narxlarga o'tamiz. Ko'ylagimning narxi duvoyka, original, Xitoy fabrichniy bo'ladi. Cho'ntaklarni ham qarang, sifatli tikilgan. Rosa ham narxi 599 ming. Sumочкam shunaqa zo'r, ichiga juda ham ko'p narsalar sig'adi. Narxi esa 229 ming so'm. Oyoq kiyimim tigrli tovonlari bilan hozirgi trenddagi obuvlar juda ham go'zal, 419 ming. Ro'molim bu katta ro'mol, to'g'risi ichimga yig'ishtirib o'rab olganman, natonniy, buni kichkinasini olsangiz ham bo'ladi. Kattasini narxi 150 ming. Bu dubayskiy xarir hisoblanadi. Umumiy jami qancha bo'ldi? Siz hisob-kitobini yozib keting. Buyurtma qilish yodingizdan chiqmasin. Dastavka xizmati Dubai House'da O'zbekiston bo'ylab bepul.